Shoshamiz hozir qanchada yetib borishimiz kerak, Asal opa? Bosh qahramonimiz Asalxonim Shodiyeva tashrif buyurdilar. Hozir sahnaga chiqaman, duet kuylayman. Kim bilan duet kuylayman deb o'ylaysizlar? Mana singlim Robiya. O'zbekcha o'ynashni bilaman. Bu tarafini qilaman. Bir qanaqadir ajoyib ukladga chiqadi. Shu payt shuni o'zim cho'chaman, o'zim ukladga nima qilamiz ekanman. Aman sürmüşsün ki keyin sürasın. Suraman keyin aniq qo'ying, birinchi kiyim oling. Aniq xonani ochib beraman. Xorim qolib ketibdi. Ana rasmdan xolis qolib ketibdi. Qo'y diskutatrikcha chizishganman. Ha, Yusuf. Я с тобой прощаюсь, идем. Пока. Ha. Shoshamiz hozir qanchada yetib borishimiz kerak, Asal opa? Nega? Mashinalar top-toza, Asal opa. Mendagi kech qoladigan odam o'zi yo'q. Yaxshi yetib oling. Bosh qahramonimiz Asalxonim Shodiyeva tashrif buyurdilar. Sizni e'lon qilgan edik. Yana bir karra zikr etish biz uchun albatta sharafli. Setora Alimjonova, Feruza Yusupovaga rahmat. Sababi film biza 20 kun davomida o'sha Xorazmdan Surxondaryogacha bo'lgan manzil, keyin Toshkentga shunaqa noqulay sharoitda bu qizlar bizaga haqiqiy irodasini, haqiqiy mardligini va nima deydi, aql zakovati deymizmi, mehrini ko'rsatib, o'sha san'atga bo'lgan fidoyiligini ko'rsatib, bizani syomka qilishimizga, mana shu ijodiy jarayonda chiroyli yondashishimizga bularni nima deydi, qo'llab-quvvatlashlari juda ham katta bo'ldi. Qizlar bilan sizlarni rosa ham yaxshi ko'raman. Rahmat sizlarga. Qancha ijodkorlar, undan tashqari Ziyovuddin, montaj va post production, Nigora, Dilshoda va bizni o'sha kartina direktorlarimiz Aziz Qurbonov, Orif aka, Sodiq, bastakorimiz Jamshid Qosimov, ovoz rejissyori. Muborak bo'lsin. Premyera namoyishiga yana bir qadam qoldi aziz mehmonlar. Kichkinagina qadam. Barcha ikki soundtrack ijrochilaridan boshqa barchaga minnatdorlik bildiramiz va o'z o'rinlaringizni egallashingiz.
bunday qilolmayman. Majbur bo'lsang qilasan. Ertaga shifoxonaga boramiz. Vaziyatni ko'ramiz. Endi bu pullarni qayerdan kelganini aniqlash kerak. Flashkadan bersa bo'ladi. Shu haqda gaplashayotganini eshitgandik. Flashkani men ko'rganim yo'q lekin. Uni Xoliqdan so'rash kerak. To'g'risini aytsam, o'zim kinoda tushgan bo'lsam, lekin bugun birinchi marta ko'rdim. Yig'lavordim, chunki o'sha hissiyotlarni esimga tushdi. Qizlar bilan qancha yaqin bo'lib qolganimizni esladim. Men kinoni shunaqa tomosha qildim. Siz qanaqa tomosha qildingiz? Albatta bugungi bayram bizning bayramimiz. Biz uchun juda ham muhim bayramlardan bittasi premyeralar. Chunki bitta san'at daxlini ko'ramiz, yangiliklar ko'ramiz. Hamma do'stlar diydorlashamiz. Albatta men uchun yana bir imtihon bayram, chunki bu meni oilam a'zosi. Meni qizim, kelinim. Baho bering, baho bering. Bahoni albatta xalq berish kerak. Men qaynonam bo'lib beraymi yoki rejissor sifatida ajoyib film bo'ldi. Men butun xalqimizni mana shu filmga chaqirib qolaman. Asal Shodiyeva yana Mana 7 yildan beri yaxshi kino ko'rmadik deyapti. ajoyib film bo'lgan. Azizlar, kelinglar. Все. Все, спасибо. Да, кино. Самая красивая, талантливая. Это мои подруги. Это мои подруги. Мы только что вышли с долгожданной премьеры «Асалечки» моей сестры. Я очень сильно горжусь. Мы все очень гордимся ей. Мы всей семьей, семейной, со всеми подругами, знакомыми, родственниками, соседями все приехали. Потому что мы очень долго ждали, и эти съемки были очень наисложнейшими. И наконец-то мы посмотрели эту картину, и мы очень гордимся всеми участниками этой картины, режиссером, продюсером, всеми актерами, актрисами. Очень в то же время комедийные, в то же время сложные были моменты в картине, которые затрагивают душу. В общем, тронулись. Спасибо. Assalomu alaykum. Zo'r kino bo'libdi. Assalomu alaykum. Yoqdimi? Uğraşyapman. Yoqdimi? Menga ko'rinishi. Kinochi. Kino ham yoqdi. Kino zo'r bo'libdi. Kino zo'r. Menga yoqdi. Yaqinda ikkinchi kinosi chiqadi. Zo'r. Bu ham zo'r kino. Endi esa konsertga ketamiz. Hayotim shunaqa. И вдруг монтаж сделаешь, а Зиуди нет. Он сказал, это поем. Bu Sancho. Sancho bilan Kimin 17 brat akasi. Я первую фотку нашел, значит. Shohrux aka janjallari bo'ladi. Har doim menga yordam berib yuradi. Меня просто не видно в кадре. Я за кадром. Sonya tepa bo'ldi. Voy, kinoda ham chiqdilar, orada o'tib ketdilar. Ay, такой. Gap otib, Asal opaga. Boramiz, kino ko'rishga. Ha. Har yili, har 3 oyda ushbu gala konsertda dodam uyushtiradilar. Dodam. Hozir tanishtiraman va har yilga biz ishtirok etishga harakat qilamiz. YouTube'ga bu, Umid opa. Ha. Nima qiziq bo'lmasdi? Tarixiy ko'rishuvlar. Bu mani dodam bo'ladi. Shu konsert uyushtirgan inson. Yashingiz 84. Xudo xolasa, sizlar yoshimga yetib
100 ga kirib mana shunday konsert o'tkazgan Energiya hammamizdan ko'p insonda. Keyingi energiyasi ko'p inson mana Stefanopolis bo'ladilar. Bular вообще bizani ustoz. Yurili konsert ko'ramiz. Sahna ortini ko'rsatasiz. O'zbekcha xonaqolarda besplatniy. Tekin bo'ldi. Respekt berasiz sahnada. Birgalashib aytamiz. Aytmasang aytib qo'y. To'xtataman, boshdan boshlayman. Premyeradan keyin konsert. Raqsga yo ayolashib kerak. Raqsga tushamiz. Onda o'zi bittagina raqsga tushadigan qo'shiq bor. Tez tushib qoladi. YouTube kanalim sizlar. Men Sarshodiyev, bu meni shaxsiy YouTube kanalim. Oriylar kuzatuvda qiziqarli zo'r narsalar bor. O'g'li esdan chiqmas. Sizdagi. Sara, eng katta prodyuser. Komandamizni Rasm yoqadi. komandamiz bo'lagi bor o'ng tarafda. O'ng tarafda ko'rsangiz kamera. Insonlarga Mardon aka borlar. Главный bo'lagi shoh. Главный forza. Yana nima bor o'rgangan? Qanaqa narsa bor? Hadicha qanaqa qildi? Hadicha qanaqa? Vaqtingiz hozir? Ha? Vaqtingiz hozir? Taqildim. Pul. Sekin bekitib berishingizni qarang. Videoga o'zbekcha o'ynashni bilaman. O'tirgan joyimda o'ynab ketiraman deydi. Dodam 84 yoshga kirishlariga qaramay 15 yildan beri shu konsertni uyushtiradilar. To'g'risini aytsam, bu o'zlariga yoqadi shu hamma protsess. Chunki biletlarni ham o'zlari sotadilar, san'atkorlarni ham o'zlari gaplashadilar. Biz umuman yordam bermaymiz. Bizdan yordam so'ramaydilar ham. Hamma xizmat haqini berib, hammani chaqirib, biletlarni sotib, o'zlariga yoqadigan san'atkorlarni chaqirib, har joy shunaqa konsert qiladi. Ularga yoqadilar. Ularga yoqadi shunaqa konsertni uyushtirib, yarim biletlarni xayriya qiladilar, tarqatadilar ko'p joyga. Qolgan biletlarni sotdilar albatta. Chunki san'atkorlarni puli chiqishi kerak edi. To'g'risini aytsam, dodam bilan juda ham faxrlanaman. Dodam oyimni adalari. То есть dodam oyim tarafdanlar. Oyim adalari.
zalda buvim o'tiribdilar поддержкада. Bu ana. Manimcha shu buvim dodam bilan ko'proq yoshligim o'tgani uchun oilaviy qadriyatlarni, bir-biriga bo'lgan mehr hurmatni shu misolida o'rganganman. Hozir yig'lab olaman. Men bilan birga kichkina edi, Uspenskiyda o'qiganimizda. Ilhom akanim, farzandlarim. Men skripashka o'qigan, skripashchalarda, skripashchalarda. Даже bilmaydi. Yo'q. Dirijor. Dirxor. Постоянно pop ko'tariladi. Resmi bor. Uspenskiyda pop ko'tarmasang bormaydi o'tdi. O'qimisa. Откуда такая красивая? У меня сильно робия. Intervyu oldik boya. Да. Intervyu oldik. Ha. YouTube'da ko'rasiz bu intervyuni. Hozir sahnaga chiqaman, duet kuylayman. Kim bilan duet kuylayman deb o'ylaysizlar? O'tib ketgan bayramlaringiz bilan chin yurakdan tabriklayman. Hamisha sog' va salomat bo'linglar. Go'zal oy muborak bo'lsin. Shohruxxon hamda Asal Shodiyeva. Yaxshi bo'linglar, yuragilarga salomatliklar. Zebo bu sizga. Bu ikkinchi.
Konsert tugadi. Soat. O'shancha 6 soatga o'xshaydi. Samarali, barakali.